Demek bugungi suhbatimizda grija haqida gapirib o'tamiz. Uni operatsiyasiz davolasa bo'ladi. Grija o'zi umurtqa pog'onalarining orasidagi diskka fibrozniy kalsiy deydi. Ya'ni o'sha halqa bo'ladi. Halqaning o'rtasida bir gelsimon modda bo'ladi. O'shani oqib chiqishini bu yoqqa o'sha fibrozniy kalsiy, fibroz halqasi yeyilib bu yoqqa chiqishini grija deb aytiladi. Endi buni kelib chiqish sababi nima degan savolni qo'yadigan bo'lsak, agar ma'lumki bu umurtqa pog'onasi mushaklar vositasida ushlab turiladi, tik holatda. Yotgan holatda ham o'sha umurtqani mushaklar ushlab turadi. Endi mushaklarni ikki tomondan ushlab turishi normada bo'lsa, balansda bo'lsa, u umurtqada grija muammosi bo'lmaydi. Agar bir tomoni bo'shashib ushlab turgan mushaklarni ikkinchi tomonida qisilishlar bo'lsa, ya'ni bir tomoni bo'shashsa, ikkinchi tomoni o'zi avtomatik uni umurtqani ushlash uchun qisilishni boshlaydi. Yoki yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, umurtqa pog'onasini ushlab turuvchi asosiy katta mushaklar bor. Bu поясничный подвздошный мышца deydi. Qorinni mushaklari, ya'ni press mushaklari. Keyin belda kvadratniy mышца bor. U ikkita tomondan umurtqani o'zaro muvozanatda, ya'ni balansda ushlab turadi. Endi bu mushaklardan bittasini tonusi past bo'lsa, yuk asosan ikkinchi tomonga tushadi. Endi tonus past bo'lgan mushakni o'rniga umurtqalar aro mushaklar bor, mayda, межпозвоночный мышцы deydi. Yoki o'sha belli uzun boshdan oxirigacha ketgan mushaklari bor, ya'ni dumg'azadan to o'sha bo'yingacha cho'ziladigan mushaklar bor. O'shalar uni o'rniga kuchanib ishlashga majbur bo'ladi. Bular endi katta mushaklar sanalmaganligi uchun ular juda qattiq spazmda, ya'ni tirishishda turadi. Bu tirishish davomiyligiga qarab grijani kelib chiqishiga asos bo'ladi. Ya'ni odam o'zi ayniqsa piyoda yurganda harakatda bo'ladi, spiralsimon harakatda. O'shanda mana o'ng qo'l bilan chap oyoq, chap qo'l bilan o'ng oyoqda spiralsimon harakatda bo'ladi. Va o'sha harakat davomida agar mushaklar hammasi o'zini joyida, o'zini tonusida ishlayotgan bo'lsa, umurtqa massaj bo'ladi, ya'ni shu yerda oziqlanishiga bir zamin yaraladi. Umurtqani orasidagi diskka o'zi to'g'ridan to'g'ri qon tomir orqali oziqlanmaydi. Ular asosan shu machalka gubka bo'ladi. Gubkani siqsangiz uni suvi chiqib ketadi, ya'ni suvga botirilsa u shimoladi. Xuddi shunaqa modda almashinuvdagi bunaqalarni yurganda u chiqaradi, kechqurun odam uxlaganda, ya'ni gorizontal holatda yotganda bu disklar oziqlanadi. Endi bir yoq o'sha asosiy mushaklar ishlamaganligi sababli, o'sha mayda mushaklar tirishishda, ya'ni kuchanib ishlaganligi sababli o'sha yerda umurtqalar aro disk qisilib turadi. O'sha qisilib turgani sababidan oziqlanish yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni kechasi yotganda bo'shashish kerak, u oziqlanib chiqish kerak kechasi bilan. Uni o'rniga bu mushaklar qisib turganligi sababidan oziqlanish yaxshi bo'lmaydi. Shuni sababidan o'sha fibrozniy kalsiy o'zi juda mustahkam bo'lishiga qaramasdan oziqlanish yo'q bo'lganligi o'sha ingichkalashib orasidagi gelsimon modda, ya'ni pulpozniy yadro deydi buni. Gelsimon modda bu yoqqa oqib chiqadi. Endi buni davolashda qanaqa yo'l tutiladi
degan savol, o'rinli savol tug'iladi. Bunga javob beradigan bo'lsak, bu mushaklarni o'zini tonusiga keltirib, mayda mushakligi tushayotgan yuklamani o'zini haqiqiy egasi bo'lgan shu katta mushaklarga o'tkazib berish kerak. Bu o'sha mushakni tonusini tiklaverishlik yo'li bilan amalga oshiriladi. Endi bu mushak nimaga tonusi pasayib bo'shashgan holga tushgan desak, o'sha поясничный подвздошный мышца deganimiz bu o'zi buyrak bilan bog'liq mushak. Buyrakdagi muammolar bu mushakni bo'shashishiga olib keladi. Qorin mushaklari o'ziga bog'liq bo'lgan ichki organlar bor. Kvadrat mushaklari yog'ochak bilan bog'liq. Endi shu joylardagi muammolar sababli endi u muammo nima bo'lishi mumkin? U shamollash, ichki bioximiyaviy jarayon, ya'ni shamollashlar bo'lishi mumkin yoki pastga siljishlar bo'lishi mumkin. U yerda qanaqadir sabablar, odamning hayot tarzidan kelib chiqqan yoki vaqtida miorelaksantlar qabul qilgan. Miorelaksantlarni ham uzoq vaqt qabul qilish ichki organlarni pastga siljishiga olib keladi. Yoki homilador ayollarda o'sha homila bo'lgan paytda ichki organlarni joylashuvida ozgina yo'q-yo'qligi surilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bu ichki organlarni teri bilan bog'liq bo'lgan joylari ham bor. Tomoni, ya'ni tochka zaharina geda deydi. Ya'ni ichki organ terining qaysidir qismi bilan o'zaro bog'liqlik joyi bor. Ana o'sha joylarda chandiqlar, shiramlar yoki qanaqadir uyg'onib qolgan, o'chmagan reseptorlar bo'lsa, o'sha reseptorlar ham reseptorlarga ta'sir bo'lganda ichki organni ishlashi buzilaveradi. Bu o'z navbatida mushaklarni bo'shashishiga olib keladi. Endi amaliy kineziologiyada bu muammolarni asosan reseptorlarni o'zini o'chirish bilan ichki organdagi shamollashlarni o'sha giyohlar yoki boshqa dorilar bilan davolash bilan pastga siljishlarni o'sha visceral praktikalar bilan to'g'irlab qo'yiladi. O'shalar hammasi joyiga qo'yilgandan keyin mushak uyg'onadi. Uyg'onib o'zini vazifasini bajarishni boshlaydi. Endi u hammasini joyiga qo'yilgandan keyin, ya'ni amaliy kineziologiya orqali o'sha hamma joylarini ichki shamollashlarni yo'qotib yoki terida reseptorlarni yo'qotib, yana bitta faktor bu emotsional faktor, ya'ni qanaqadir hissiyotlar qaysidir organga ta'sir qiladi. Masalan, g'azab, yutilgan g'azab ko'proq buni ta'siri o'sha tizzani stabil ushlab turuvchi podkolenniy mishsa deydi, o'shani bo'shashishiga olib keladi. Yana qaysidir hissiyotlar qora taloq bilan bo'lgan, qaysidir jigarni. Xullas buni o'zining tablitsasi bor. Bu endi anchadan beri ma'lum. Noan'anaviy tibbiyotda ma'lum. Shu narsalar, shu hissiyotlar ichki organni zararlagan, ichki organ o'ziga bog'liq bo'lgan mushakni bo'shashtirish sababligidan kelib chiqadi. Endi hamma joy o'zini o'sha emotsiya, ya'ni hissiyotlarini tiklaganda, ichki organda shamollashi yo'qotilganda, teridan kelayotgan reseptorlar yoki reseptorlarni o'chirilganda, ya'ni noto'g'ri ishlashga olib kelayotgan reseptorlarni, osilib qolgan reseptorlar deydi. Endi uni o'sha reseptorlarni o'chirib yo'qotilganda yoki o'sha ichki organdagi siljishlarni joyiga keltirib, ya'ni опущение почки deydi, ya'ni pochkani pastga siljishi, oshqozonni siljishi, ya'ni ichki organlarni ko'pi yoki spazmga tushishi, o'shani yo'qotilgandan keyin hamma mushaklar o'zini muvozanatida ishlashni boshlaydi. Va undan keyin tana bu buzilishlardan xalos bo'lgandan keyin
tanani o'zida o'zini o'zi tiklovchi mexanizmlar bor. O'sha mexanizmlar ishga tushadi, ya'ni xalaqit berayotgan narsalar olib tashalgandan keyin grija o'zidan o'zi sekin vaqt o'tishi bilan so'rilib ketishni boshlaydi. Rezorpsiya deydi buni. Bu hayotda kuzatilgan narsa, lekin u juda tez muddatda bo'lmaydi. Bunga oylar, yillar ham ketishi mumkin. Buni odamning hayot tarzi harakatiga bog'liq. Endi kineziterapiya orqali ham grijalarni davolanganligini guvohi bo'lganmiz. Bu kineziterapiya bilan shug'ullanish albatta yaxshi, lekin bundan oldin bir kineziolog huzuriga kelib, o'shalarni hammasini ishga tushirib, o'zini tonusiga keltirib, undan keyin kineziterapiya qilinadigan bo'lsa, natija u necha baravarlab tez bo'ladi. Grijani o'sha davolanish, ya'ni operatsiyasiz, boshqasiz davolash yo'li shu. Asosan organizmni o'sha o'zini o'zi tiklash darajasiga olib chiqib berish. Endi beldagi og'riqlar nimadan kelib chiqadi desak, o'sha noto'g'ri ishlashda bitta o'shani vazifasini ikkinchisi oladi. U bo'shashgan mushak hech qachon og'rimaydi. Asosan o'sha uni o'rniga ish bajarayotgan mushaklar vaqt o'tishi bilan o'zida har xil spazmlar, ya'ni tirishishlar hosil qilib, tugunchalar hosil qilib yoki bir-biriga yopishib qolishlar hosil qilib, o'shalar o'zini og'riq sifatida namoyon qiladi. Endi mushaklarni tiklab, o'sha tugunchalarni yo'qotib yoki o'sha spazmlarni bo'shashtirib, bir-biriga yopishib qolgan spayka deymiz, shu spaykalarni ham bo'shashtirganimizda hammayoq tiklandi. Undan asorat bo'lib qolgan o'sha tugunchalar yo'qotiladi, triggerlar deydi, yoki o'sha spaykalar yo'qotilgandan keyin beldagi og'riqlar ketadi. Endi og'riqlarni yana bitta tomoni ichki shamollashlar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, og'riq agar shamollash tuzalmaguncha og'riqni ketishi qiyin. Masalan, reumatoidniy artritlarda asosan virus sababli bo'g'imlarda har xil shishlar, qizarish, shamollashlar paydo bo'lgan bo'ladi. To uni o'zini o'sha bioximik tomonidan davolanmaguncha u og'riq ketmaydi tanadan. Bu kineziologik uni tiklab berishlik unga reumatoidniy artritlarda unaqa ko'p ham foyda beravermaydi, ayniqsa bir o'tkir fazasida. Endi boshlanib kelayotgan joyida kineziologiyani ham o'zini aniqlash usullari bor. Qaysi kasallarni bilan kasallangan, o'shalarga qarshi o'sha giyohlar, mikroelementlar berilgandan keyin u organizm u bilan kurashib o'zini tiklaydi. Mushaklar tiklanishi ham o'sha bioximik tomonidan bo'lsa, tabobatda ko'pincha mizoj buzilishi deyiladi. Ya'ni o'sha bizda xiltlar deyiladi. Xitoy meditsinasida boshqacha nomlanadi. Xullas hamma meditsinada o'zini tuzatish yo'li bor, bioximik jarayonlar. Uni o'sha tabobatdagi dorilar bilan muvozanatga keltirilsa, organizm yana ham o'zini tiklash holatiga tezroq keladi, jarayon tezlashadi. Endi bu hammasini faktorlarni o'zini o'rnida, o'zida to'g'ri ishlatib berilganda organizm o'zini tiklash anaqasiga keladi. Fazasi o'sha faza bilan sekin. Endi yana bitta tomoni qaysidir o'sha ichki bioximiyaviy jarayonlarni, metabolizmni yoki gormonal sistemani buzuvchi bir noto'g'ri ovqatlanishlar bo'lishi mumkin. O'shalarni to'g'ri parhez bilan ham yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu ham o'sha tiklanish jarayonini tezlashiga xizmat qiladi. Grijani umuman o'zi grija bu ko'p aktual masala bo'lgani uchun bu masalani juda ko'pchilikda savol sifatida turadi. Bel og'rig'ining asosiy sababi bo'lishi mumkin bel og'rig'ining sababi.
lekin o'sha mushaklarni disbalansidan kelib chiqadi, ya'ni muvozanati buzilishidan. Kineziyologiya bunga qarshi o'sha muolajasini o'zini qo'llaydi. Endi so'rilib ketish o'sha boya aytib o'tganimizdek vaqt talab qiladi. Bugungi grija masalasi bo'yicha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Savollar paydo bo'lsa kommentlarda yozib qoldirishinglar mumkin.